Assalomu alaykum, hurmatli oilaviy to'g'on obunachilari, sog'misizlar, omonmisizlar? Bugungi video rolikimizda xudo xolosa, hurmatli obunachilar, Hazaras Toza bozordan, ya'ni Toshkentdan kelaverishda Toza bozor darvozasiga qarab, o'rtalikda 10 kola birlasizlar, 223-do'kon sotiladi obunachilar. Yana ko'rib turgan do'konlaringiz. Qarang, bu yon tarafimiz Ko'na bozordan kelaverishda, Toza darvozada o'tib Toshkentga qarab qaytishlar, o'rtalikda chap kola birlasizlar. Bu yon tarafimiz Bag'as nedaqa? Zapchas bozorning o'talik tarafidagi. Bu yonimiz Zapchas bozor o'talik taraf, hurmatli obunachilar, qaranglar. Zapchas bozordan kelarishda Bag'asdan keda. O'tib kelarishda. Ish qilib bir qaysi qator deb aytadi? Krasovka qatormaydi bu. Krasovka qator aqay? Dokumenti bor, dokumentini ochib ko'rasizmi? Do notaryusda pul beradilar. Yana bir ochib yeyman prosta. Nechanchi do'kon? 223. 223-do'kon. Mana. Bo'ldi. Shunda dokumenti bor, notaryusda pul sanaydilar. Qarang aqa, necha kvadrat metr deydilar buni? 24 kvadrat metr. Narxini chizimda tursiz. 13.000 ga srochni sotish kerak. $13.000, to'g'rimi? 13.000 ga beramiz sizlar, hurmatli obunachilar. Srochni sotish kerak dedilar. Lekin arzon aytib turibdilar obunachilar. Bu yerda o'zi bilasizlar, do'konlar kim qimmat yuradi. Ketingga podvalan bormi? Odam bo'yi sig'ami? 10 odam bo'yi sig'adi. Teyinda podvalan bor deydilar buni. Yana kerak bo'lsa. Teyinda podvali bor. 13.000 ga aytdingiz esa. Bo'ldi. 13.000 ga aytdilar esa, xudo xolosa kimda kim shunchaki do'kon kerak bo'ladi bo'lsa, hurmatli. Yarsan beramiz. Yo, 2 bo'lma. 2 odam birsinde ijarasi o'tiribdi. He, 2 bo'lingan. 2 bo'lib turibdi ya. Xolasalar ponni sotib olib, ponni o'zlaridan u ikkisi sotadilar, to'g'rimi? Bo'ldi. Ishi do'kon obunachilar ko'rib turgan do'konlaringiz, yana ko'rib tursizlar, Toza bozorda. Yana kimda kimga kerak bo'ladi bo'lsa, bemalol kelasizlar, xarid etib qolaverasizlar. Esa telefon bog'lanarsa, alg'onalar nasib etsin, to'ylarna bo'lsin deymiz. O'zlari kelasizlar, gaplashasizlar ustunda. Puli shu notarius borgan vaqtda, odlardan o'tirishak vaqtda berasizlar obunachilar. Esa kelib xarid etaverasizlar.